Assalomu alaykum mufti hazratlari. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim. Siz bilan butun musulmon ummati uchun mehr oqibat, saxovat va hamjihatlik ayyomi bo'lgan muborak Qurbon hayiti arafasida muloqot qilyapmiz. Yana davoshingizni eshitgandan xursandman. Hurmatli shayx hazratlari, xabaringiz bor, yangi O'zbekistonda har yili 15 ming nafardan ziyod vatandoshimiz muborak haj safariga bormoqda. Bunday ulug' ne'mat uchun yaratgan Parvardigorga har qancha shukronalar aytsak, albatta arziydi. Qadrli shayx hazratlari, ziyoratchilarimizning sog'liqlari qanday, kayfiyatlari qanday, ulardan qanday xabarlar va niyatlari bor sizdan eshitmoqchiman. Hamyurtlarimiz to'g'ridan-to'g'ri Madinaga yetib kelib, Rasul alayhissalomning masjidlari yonidagi 5 yulduzli mehmonxonada istiqomat qildilar. Bu esa Masjid-i Nabaviyda ko'p ibodat qilishga imkon berdi. Ayniqsa jannat bog'laridan bir bog' deya ta'riflangan Ravza-i Sharifni ziyorat qilish va u yerda el, yurt va sizni haqqingizga duolar qilishlikka muvofiq bo'lyaptilar. Butun ziyoratchilarga, butun hojilarga yana bir marta meni nomimdan alangali salom, tinchlik, omonlik va so'zimning oxirida Alloh taoladan savobli amallaringizni o'z dargohida qabul qilishni, barchangizni sog' omon qaytishingizni so'rab qolaman. Katta rahmat sizga.